Bu videoda hozir skladlar haqida gapirib beraman. O'zimizning akkauntga kirib olamiz. Chap tarafdagi menyuda sklad degan razdel bor. Keyin ichida skladi har xil o'zining menyulari bor. Hozir hammasi haqida tushuntirib beraman. Skladiga kirsak, o'zimizning skladlarimiz ko'rinadi. Hamma skladlarimiz, masalan, har xil organizatsiyada bitta, ikkita skladlari bo'lishi mumkin. O'sha skladlari shu yoqdan ko'rinadi. Bizning случаymizda faqat bitta skladimiz bor. Bu yoqda endi operatsiyalar haqida tushuntirib beraman. Operatsiyada bu sklad bo'yicha nima bo'lsa shu mana shu yerda yoziladi. Приходmi, chiqib ketishmi, hozir hamma tiplarini bittama-bitta ko'rsataman. Новая operatsiya knopkasiga bosamiz. Bu yoqda har xil to'ldiradigan joylar bor. O'shalarni to'ldirib chiqish kerak. Tip operatsiya, masalan, приход на склад bor. Приход на skladda skladga nima kelsa, qanaqa produkt kelsa, o'sha yoziladi. Masalan, yangi produkt kelsa, faqat kuryer olib kelsa yoki boshqa narsalarda boshqa tiplarimiz bor. Hozir bittama-bitta tushuntiraman. Приход на skladda shunda faqat yangi narsa kelsa, masalan, yangi baklashka tushirishligi mumkin yoki suv olib kelinishi mumkin. O'shalar приходlar bo'ladi. Masalan, suv yangi baklashkasi bilan kelsa, o'shanda приход на sklad tanlanadi. Yoki перемещение между складами. Masalan, bittadan ko'p skladlar bor. O'sha boshqa skladdan tanlangan yana boshqa filial skladga produktni olib o'tishda o'shanda перемещение между складами. O'shanda sklad источник tanlanadi. Qatdan qatga sklad получателda. Masalan, bu yerda bizda bitta sklad bo'lgani uchun u skladdan bu skladga tanlamaymiz. Data smenida именно qachon bo'layotgani tanlanadi. Produkt tanlanadi. Именно qaysi produkt bo'yicha. Masalan, har xil produktlar bittada keladigan bo'lsa, shuni bilan добавить позицию qilib, yana produkt qo'shib qo'ysa bo'ladi. Masalan, bu yerda test. O'tashimiz. Masalan, buni olaylik. Hozir tiplarini bittama-bitta tushuntirib o'taman. Перемещение между складами, o'sha skladdan skladga tovar olib o'tish. Загрузка kuryeri bo'lsa, kuryerga tovar ortib berish. Ertalab masalan kuryer olib chiqib ketadigan bo'lsa tovarini, o'shanda загрузка kuryerini tanlanadi. Kuryer qanaqa tovar olyapti? Masalan, kuryerni tanlaymiz. Mana shu kuryer, mana shu suv deylik, suv состоянияsi полный. То есть to'la suv olib chiqib ketyapti. Masalan, количествоsi yoziladi keyin bu yerda. Состоянияsi suv baklashka masalan полный bo'lishi mumkin, пустой bo'lishi mumkin. No, endi agar загрузка kuryeri bo'lganda faqat полный olib chiqib ketadi. Пустой baklashka olib chiqib ketmaydi. Shunaqa ko'rsatilgan. Endi возврат kuryeri. Kuryer qaytarib olib kelishi, baklashka qaytarib olib kelishi mumkin yoki to'la suv olib kelishi mumkin. O'shanda возврат kuryeri tanlanadi. Sklad tanlanadi. Qaysi skladga? Har doim sklad tanlanadi. Qaysi kuryer и продукт состояние полный yoki пустой. Mana. Endi возврат klienti. Bu возврат klienti klient holda qaytarib olib kelib berishi. Aslan случайda klient olib kelmaydi. Uni kuryerlar olib keladi. Shuning uchun bu tipni biza ishlatmaymiz. Zapravka. Zapravkada skladlarda baklashkalar bo'lsa, o'sha baklashkalarni o'zingizlar to'ldirib olib kelsanglar, o'shanda zapravka bo'ladi. Endi bir xilida o'sha skladning o'zida suv to'ldiradigan joyi bor. O'sha to'ldirib qo'yilsa, o'shani skladda mana shu yerda zapravka qilinadi.
qaysi tanlanadi? Produkt состояние pustoy tanlanadi. Pustoy baklashkalarni nechtasi zapravka qilinyapti deyiladi. O'shanda сохранить qilinadi. Endi keyingi tip korrектировка прихода и korrектировка расхода. Bularni hozir keyin tushuntirib beraman. Bularga важно emas. Hozir masalan zapravkada yaratib ko'ramiz. Produkt suv tanlandi, kun tanlandi, bugungi kun, sklad и pustoydan masalan 100 ta baklashkani to'ldiryapmiz. Сохранить черновик сразу yaratib olmaydi. Shuning uchun birinchi черновик qilib yaratib oladi. Keyin uni bitta ichiga kirib, mana ko'zchani bossak, ichiga kiradida ko'rib olamiz. Xuddi o'sha narsani. To'g'rimi hammasi? Keyin провести bossak, o'sha amalga oshiriladi. Недостаточно товара на локации. Bizning baklashkamiz yo'q deyapti bu yerda. Pustoy baklashkamiz yo'q ekan. Shuning uchun masalan 3 ta deb olaylik. Xuddi uslovni 3 tasini to'ldiryapmiz. Сохранить черновик. Сохранить qildik. Mana buni bossak, сразу сохранить bo'ladi. Значит, tovarimiz yo'q, baklashkamiz yo'q. Buni qayerdan ko'ramiz? Отчеты по складам. Skladga kirsak, mana полный pustoy baklashkamiz yo'q. Shuning uchun zakaz yarata olmas ekanmiz. Uning uchun biz prihod qilib baklashkani tanlashimiz kerak. Prihod na skladga. Bugungi число. Sklad получайте. Produkt. Mana shu suvni pustoy qilib tanlanadi. Chunki pustoy degani shu baklashka o'ziga bor. Masalan, 100 ta baklashka tushiryapmiz skladimizga. Mana prihod na sklad, основной sklad, kuryer. Endi kuryer bu yerda yo'q. Shuning uchun minus bo'lib turadi. Suv 100 ta pustoy kelyapti. Mana bugungi число и подтвердить qilamiz. Подтвердить bo'ldi. Endi tekshiramiz. Отчеты по складам. Mana уже основной skladda o'sha tovar 870 ta полный bor. 100 ta baklashka yangi tushirdik. Oldik. Endi operatsiya qilamiz. O'sha 100 ta suvni 30 tasini to'ldiramiz. Zapravkani tanlaymiz. Bugungi kun sklad источник yangi skladda produkt o'sha suv pustoyga to'ldiramiz. 30 tasini. To'g'ri. Сохранить qildik. Mana действительно shuni сохранить qilish xohlaymiz. Mana bu knopkani bosamiz. Bosganimizda operatsiya проведена. Endi tekshiramiz. Mana pustoy 70 ta boyiga 100 ta edi. Endi 70 ta bo'ldi. Hamma ham ko'paydi. Полный. Endi основноylardan hozir yana ertalab masalan kuryerga ortib berish. Новая операция. Загрузка курьера. Выберите дату. Bugungi kun. Sklad источник. Mana shu skladdan и kuryer tanlaymiz. Mana shu kuryerga mana shu tovardan полный состояниесida ortib beramiz. Nechta? Masalan, zakaziga qarab 25 ta suv masalan olaylik. Ortib bermoqchimiz. Сохранить qildik. Сохранить qilganda endi mana bosganimizdan keyin u haqiqiy saqlanadi. Endi o'tdim. Kuryerga 25 ta yozdik. Endi uni tekshiramiz. Отчеты по складам.
boyi 900 deydi, 875 ta bo'ldi. Skladimizda kamaydi. Endi Astata kuryeri. Astata kuryeriga kirganimizda o'sha boshqa razdel bu yoqda hech qanaqa ko'rsatmayapti. Hammalar so'raydi. Kuryer tanladi. Kuryerni tanlaymiz. Bizga kerakli bo'lgan kuryerni qaysi birini ko'rmoqchimiz ham. Kuryerni tanlaganimizda kuryerda mashinasida mana shu kunda hozirdan qancha tovari bor. Mana bu o'tir 46 ta. Chunki o'zi kuryer o'zida ham bo'lgan edi. Boya qo'shganimizning hisobiga yana ko'paydi. И pustoy 5 ta bor. Xuddi bu kuryer ishlayotgandek. Kuryer agar zakazini olib borib bersa, bu yerdan kamayaveradi. Endi hozir mana bu kuryerga mana hech narsasi yo'q. Shunga hozir действительно ishlayotganini ko'rsatish uchun hozir yana qo'shib ko'rsatib beraman. Новая операция, заправка, загрузка курьера, data sмены, kuryer. Mana shu ikkinchi kuryerga уже sklad источник, mana shu skladdan ortib berilyapti. Suv полное состояниясida 15 ta. Сохраняем и подтвердить qildik. Подтвердить qilamiz. Endi Astata kuryeri. Ikkinchi kuryerni tanlasak 15 ta suv mana. Jurnal движения. Jurnal движениеda hamma operatsiyalar ko'rinadi. Mana shu kunda загрузка kuryeri bo'ldi. Mana shu tovardan состояние полный, количество 15. Mana shuncha suv ortib berildi. Hamma operatsiya движениеda hammasi bor. Bu yerda endi kuryer olib borib bersa ham shu yerda ko'rinaveradi o'sha. Mana bu yerda filtrlari bor. Periodni tanlasa bo'ladi. Mana shu kun bo'yicha imini ko'rsatganda 18-19 pakadach qilsa, imini shu kun oralig'ida ko'rsatadi mana. Endi 18-da bizda yo'q ekan hech narsa. Shuning uchun 19-da ko'rsatdi faqat.